Assalomu alaykum. Oltiariq Sho'rva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan ko'p singillar. Sizlarga 5 bosh simental buzoqlarimiz bor obunachilar. Zo'ridan kerak, sigir qilaman, buqa qilaman deganlarga zo'r tushadi. Xudo xolasa narxlari obunachilar sistemda narxida bo'ladi. Janovarim qaranglar, hajmli. Nechta gibrid, nechta nemiz? Nemismi nima edi? Monsi simentalga dani ekan obunachilar. Bunisi qanaqa? Simentalmi? Simentalga dani ekan obunachilar. Ikkita xonajim bor. Birinchisi mana shu, ikkinchisi bu. Bo'ylarni chiqadi bu ikki xonajimda? 15 plyusda chiqadi deyishyapti obunachilar. Videoda oxirida ko'rsating, xudo xolasa sistemda narxida qo'yamiz obunachilar. Bo'ylari 15 plyus ekan. Necha oylikdan? 5 oyga to'lgan. 6-oyga o'tyapti. Obunachilar mana. Sigir qilaman desalar zo'r tushadi, yellarni qaranglar janovorlar. Hozirdan 2 litrdan suti bor yo'q. Ana, bilasizlar. Yo'qsa taklardan bosib tashaverasizlar. Uzoqlashmasa obunachilar. Bu buqalargachi? Buqalar bo'ylarni chiqadi. Bir metr plyus deyaveraylik. 1 plyus obunachilar. Narxi necha pul bo'ladi? Aytib ketaveraylik bir yo'la. Obunachilar bu kichkinaning narxi 17 million narx yetishyapti. Bo'larimi yo gambormi? Obunachilar ozgina xayri bor deyishyapti. U katarog'igachi shoqi bor ekan obunachilar. Bu ham 17 million deyishyapti. Shoqi bor ekan. Sog'lom, hamma yo'g'i garantiya. Obunachilar mana. Hamma yo'g'i garantiya beramiz deyishyapti. Toza simentalmi? Bu simentallar qon tozami? Qon toza? Ha, 100% simental. Obunachilar mana. Arqa tomonlari ham hamma yo'g'i yaxshi ekan. Necha oylikdan? 3 oylikdan o'tdi. 3 oylikdan o'tdi mana. Kichkinasi 3 oylikdan o'tibdi. Qo'tirni bosgan ekan, ama qo'tir bosib tuzaldi ya. Dun chiqishni boshlagan. Tuzalibdi obunachilar, qo'tir bosgan ekan. O nargisi yem yertirgan. Necha oylik? Bu 4 oydan. Tutdan endi chiqdi bu 4 oylikdan. 4 oylik atrofida deyishyapti obunachilar. Ikkovi narxini bitta joyga soling 17 milliondan ozginadan xayri bor obunachilar. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polazonda. Obunachilar. Bu buqamizga narxi necha pul deysiz? Bu buqamiz endi necha pul? 26,5 million deyishyapti obunachilar. Kambo xayri bor, dastavkasi ishini holatda qilib beriladi. Lekin mana shuni sababshin boshqacha narsa ekan, böyle narsa ekan, uzunliklari ham. Ayyo. Narxlar ham qabul qilgan xolos. Hozir bu sut emyapti shekilli-da. Sutdan endi chiqdi bu. O'shaning uchun dabaqot. Bularning narxlari 26 million 500 ming ekan obunachilar. Bu xonachilarga necha pul deysiz? Yomon qilib, zo'r qilib narxini ayting endi. Sut emgan narxi 16,5 ta. Obunachilar. Qochadi bular. Bular narxlari 16,5 million, ikkosini bitta joyga olsaling 16,5 million narx beriladi. Narxi ham zo'r bo'ldi degan bittamiz obunachilar. Bunaqalarda ana obunachilar. Xudo xolasa hamma yo'g'i garantiya beramiz deyishyapti. Sigir qilaman desang, xudo xolasa zo'r sigirlar bo'ladi. Yellardan qaranglar.
Telefon nomeri obunachilar 90 831 00 47 qo'ng'iroqni qilaverasizlar. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatishda davom etinglar. Bizlar ulardan zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Sutdan chiqqan buqa va xonazlar kerak bo'lsa yana bor. Qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz.